Internetda 3 stakan blinchika trend bo'lgan bir paytda biz 3tasi birda blinchikni tayyorlaymiz. Retsept umuman injiq emas, sizni qiynamaydi, tez tayyorlanadi, asosiysi juda ham to'yimli. Idishimizga iliq suv, tuz, soda, tuxum solib yaxshilab aralashtiramiz. Elangan un solamiz, ketidan esa ishonchga loyiq Azizon brendining salyami kolbasasini qirg'ichdan chiqarib qo'shamiz. Xuddi shu ko'rinishda sir solamiz, yog' qo'shamiz, xohishga ko'ra mayda to'g'ralgan ukrop solib yana yaxshilab aralashtiramiz. Tovaga nomiga yog' suramiz va yaxshilab qizdirib olamiz. Massani quyganimizda xuddi shunaqa mayda teshikchalik juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Issiqligida teskari tomonini o'girib o'rab olamiz. Shunaqangi to'yimli va juda ham mazali 3tasi birda blinchikimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha. Siz hali ham blinchiklaringiz uchun soda razihritel sovasizmi? 3 stakan deb nomlangan eng ideal retseptni siz uchun tayyorladim. Tuxum ustiga tuz, shakar, issiqqina pyure milkini yog' ustidan solamiz. Ketidan suv, un, en so'ngida yog' qo'shib massani biroz dam oldirib, qizigan tovada birin-ketin mana shu joyda bitta sir aytib o'taman. Tovangizga mabodo blinchiklar yopishadigan bo'lsa, ozgina sariyog' surtib yuboring. Teshikchalari son-sanoqsiz, o'zi esa parda yumshoq bo'lgan blinchiklar tayyor. Videoni bo'lsa, umuman endi blinchik tayyorlamayman, yopishib qolishi jonimga tegdi deydigan tanishingizga yuborib, sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Instagramda mashhur bo'lgan 3 stakan degan blinchikni tayyorlab ko'rib afsuslandim. Nimaganligini videoning oxirida aytib o'taman. 3 ta tuxum ustiga tuz, shakarni solib yaxshilab aralashtirib oldim. Sut, unni solib yaxshilab aralashtirib, keyin esa suvni soldim va aralashtirib 15 daqiqa yopib qo'ydim. Oxirida yog'ni soldim. Shunaqa suyuqroq massa bo'lar ekan. Qizib turgan skоворodkada blinchiklarni pishirib oldim. Bilasizlarmi nimaga afsuslandim? Chunki hech qanaqa droji sodalasiz shunaqa teshikchali zo'r blinchiklar chiqar ekan. Siz ham tayyorlab ko'ring. Mani duo qilishingiz aniq. Hech qanaqa soda va droji qo'shmasdan teshikchalari ko'p bo'lib bittaga o'xshab chiqadigan blinchik tayyorlaymiz. Muzlatgichimizdan 1 stakangina sut va tuxum topsak bo'lgani. Yaxshilab aralashtirilgan tuxum ustidan kamgina tuz va 2 osh qoshiq shakar solamiz. Ketidan 1 stakan sut va 1 stakan unni solib yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor massamizga qaynoqqina 1 stakan suv quyamiz. Eng oxirida 3-4 osh qoshiq yog' solib, blinchik xamirimizni 5 daqiqaga tinishi uchun qoldiramiz. Ana endi qizib turgan tavamizda bismillah deb birin-ketin pishirib olsak bo'ladi. Videoda ko'rganingizdek blinchigimizga 1 stakan sut, 1 stakan un, 1 stakan suv qo'shdik. Uchala mahsulotni ham bir xil stakandagi o'lchovda, ya'ni 250 grammli stakanda o'lchab oldim. Yanada ro'zg'orbop retseptlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun blinchigimizga like bosing va videoni eng yaqiningizga yuborib qo'ying. Albatta tayyorlab ko'ring, yeganlarga shifo bo'lsin. Shu blinchikka sut solmasdan 2 dona tuxumdan tayyorladim desam ishonasizlarmi? Teshikchalarini bo'lsa sirini oxirida aytaman. 2 ta tuxum, tuz, shakar, yog'ni solamiz. Yaxshilab venchikda aralashtirib olganimizdan keyin ozgina un solib videoda tayyorlagan tvorojniy sirdan chiqqan siviritka, ya'ni zardobni yaxshilab isitamiz va massamizga solamiz. Mana xamirimizni eritib olganimizdan keyin yana un solamiz. Quyuq bo'ladi. Qaynab turgan suvga yarim qoshiq soda solamiz. Mana sizlarga siri, agar zardobdan qilsanglar shunaqa mazali bo'lib chiqadi. Skоворodkani yaxshilab yog'lab olamiz va yaxshi qizitilgan skоворodkaga solamiz. Unda shunaqa qizarib, teshikchali bo'lib chiqadi. Endi nachinkasini tayyorlaymiz. Farsh, piyoz va kartoshkani yaxshilab qovurib olamiz. Ozgina suv solib dimlab olamiz. Mana endi shunaqa teskari tarafiga o'rab olamiz. Juda ham mazali tayyor bo'ldi. Buni birinchiga o'xshamayotgan dugonangizga yuborib qo'ying. Albatta tayyorlab ko'rsin u ham. Yoqimli ishtaha.